Mortal Kombat 2 filmi allaqachon kinoteatrlarda premyera qilinyapti. Va agar siz ham yangi filmni ko'rish davomida syujetda adashib qolishni xohlamasangiz, 2021-yilda chiqarilgan birinchi qism voqealarni eslab olishingiz kerak bo'ladi. Chunki yangi qism aynan Shang Tsung mag'lubiyatidan keyingi voqealarni davom ettiradi. Ushbu videoda men sizlarga Mortal Kombat 2 filmini ko'rishdan oldin bilishingiz kerak bo'ladigan hamma muhim voqealarni va detallarni aytib o'taman. Videoni boshlashdan oldin ushbu videoga like bosishingizni so'rab qolardim. Siz bu videoga like bosish orqali kanalni rivojlanib, yanada ko'proq va sifatliroq videolar chiqarishiga juda katta yordam bergan bo'lasiz. Filmga keladigan bo'lsak, voqealar 1600-yillardagi Yaponiyada boshlanadi. Afsonaviy ninja Hanzo Hasashi janglardan chetga chiqib, rafiqasi va bolalari bilan o'zini uyida tinch hayot kechirayotganini ko'ramiz. Hanzo daryodan suv olish uchun oilasini yolg'iz tashlab ketgan paytda uni uyiga raqib klani hujum qiladi. Ularning nomi Lin Kuei bo'lib, ular Hanzo bilan juda uzoq yillik qonli adovatga ega edi. Lin Kuei yetakchisi Bihan esa nafaqadagi ninja, ya'ni Hanzodan qasos olishni juda xohlardi. Bihan juda shafqatsiz odam. U Hanzoni uyidan rafiqasi va katta o'g'lini topadi, lekin ularni tezda o'ldirish o'rniga ularni azoblab, o'zini kuchi, ya'ni muzlatish orqali turgan joyida muzlatib o'ldiradi. Oradan ko'p o'tmasdan Hanzo uyiga qaytadi, lekin allaqachon kech bo'lgan edi. Hanzo xotini va bolasini tanasini muzlagan holda topadi, ammo u yig'lashga ulgurmasdan bir necha Lin Kuei jangchilari unga hujum qiladi. Hanzo kunay pichog'ini arqonga boylab, dushmanlarini o'ldirishni boshlaydi. Keyinchalik bu pichoq uni o'sha mashhur quroli va uslubiga aylanadi. Oradan ko'p o'tmasdan Bihan ham jangga qo'shiladi va ikkita afsonaviy ninjalar o'rtasida dahshatli battle boshlanadi. Jang yakunida muz ninjasi Bihan Hanzoni o'ldiradi. Hanzo o'lishdan oldin Bihanni la'natlaydi va uni ruhi shu olamdagi do'zaxga olib ketiladi. Lekin Bihan Hasashi avlodini butunlay yo'q qilmagandi. Chunki Hanzoning kichkina farzandi uni rafiqasi tomonidan bekitib qo'yilgan edi. Chaqaloqni Lord Raiden, ya'ni chaqmoq xudosi va yer olamining himoyachisi topib, uni o'z himoyasiga oladi. O'zi olamlar nima degani? Bu filmning koinotida 6 ta olamlar mavjud va ular Mortal Kombat turniridan tashqarida odatda bir-biri bilan aralashmasligi kerak. Outworld deb ataladigan bosqinchilardan iborat olam bu qoidalarga uncha bo'ysunmas edi. Ularning hukmdori yer olamini zabt etib, ikkala olamni birlashtirmoqchi edi. Bu uchun esa yuqorida aytib o'tganimdek, Mortal Kombat turnirida ketma-ket 10 marta g'alaba qozonish kerak bo'ladi. Hozirgi zamonga kelib, tashqi olam yer olami ustidan ketma-ket 9 marta g'alaba qozonishga ulgurgan va ular yerni zabt etishlari uchun bor yo'g'i bitta turnirda g'alaba qozonishlari kifoya qiladi. Lekin qadimiy bashoratga ko'ra, Hanzo Hasashi avlodlaridan biri yer chempionlarini birlashtirib, bu turnirda g'alaba qozonadi. Keyin 2021-yilga o'tib, Cole Young bilan tanishamiz. U oilasini boqish uchun janglarda qatnashayotgan sobiq MMA jangchisi hisoblanadi. Lekin oxirgi paytlarda Cole'ning ishlari yaxshi ketmayotgan edi va uni olov ichidagi g'alati odamni ko'rishi buni asosiy sabablardan biri edi. Keyinchalik biz bilamizki, bu odam Hanzo bo'lib, u qandaydir yo'l orqali o'zini avlodi bilan bog'lanishga harakat qilyapti. Cole'ni Jax Briggs ismli odam anchadan beri kuzatib yurardi. U harbiy ofitser bo'lib, MMA jangchisining hayotiga juda qiziqib qolgan edi. Jax Cole'dan tanasidagi ajdar belgisi haqida so'raydi va Cole'ning qizi bu belgi tug'maligini aytib o'tadi. Jax bilan Cole'ni qisqacha suhbatidan so'ng, biz tashqi olamdagi yovuz sehrgar Shang Tsung o'zining rejasini tuzayotganini ko'ramiz. U Mortal Kombat turniri boshlanishini kutib o'tirmoqchi emas edi. Shang Tsung yer olami chempionlarini mashq qilishga ulgurmasdan, ularni yo'q qilishni rejalashtirgan edi. Chunki yuqorida aytganimdek bashoratda 10-jangda yer olami yutishi aytilgan edi. Boshqa tarafdan u Bihan Hasashi avlodlarini allaqachon yo'q qilganiga ishonardi. Bihanga keladigan bo'lsa, endi u o'lmas mavjudotga aylangan va Sub-Zero nomini olgan edi. Shundan keyin Shang Tsung uni va boshqa tashqi olam qotillarini yer olamiga yuboradi. Sub-Zero Cole va uning oilasiga restoran tashqarisida hujum qiladi va o'sha paytda Jax ularni qutqarishga keladi. Jax ham tanasida shunaqa belgi borligini ko'rsatib, u belgi unda shunaqa belgili odamni o'ldirgandan keyin paydo bo'lganini aytadi. Cole esa Jaxdan farqli ravishda ushbu belgi bilan tug'ilgan. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan Sub-Zero ularga yetib oladi. Shunda Jax Cole'ni qutqarish uchun o'zini qurbon qiladi va unga maxfiy bazani manzilini beradi. Cole
Cole Sub-Zero'dan qochib qutuladi. Ammo Jax u bilan urushish oqibatida qo'llaridan ayriladi. Cole oilasini xavfdan uzoq joyga borgandan keyin Jax aytgan joyga boradi va biz Sonya Blade bilan tanishamiz. Sonya ham Jaxga o'xshab tajribali harbiy va uni yaqin do'sti edi. Sonyaning aytishi bo'yicha, ular ajdar belgisini 7 yildan beri o'rganib kelishgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, bu belgi odamga g'ayrioddiy kuch beradi va tarix davomida aynan shu belgiga ega odamlar Mortal Kombat turnirida qatnashish uchun tanlangan hisoblanadi. Sonya 7 yildan beri ushbu belgi haqida o'rganayotgan bo'lsa ham, unda ajdar belgisi yo'q edi. Keyin biz navbatdagi qahramon bilan tanishamiz. Uning ismi Kano bo'lib, u qora bozorda ishlaydigan jinoyatchi edi. Kano yer olamidagi belgisi bor odamni o'ldirib, uni belgisini o'zlashtirib olgan. Sonyadan farqli ravishda Kanoda belgi bor, lekin u bashoratga ham, adolatga ham umuman qiziqmaydi. U faqat o'zini o'ylaydi. Shuning uchun Sonya uni majburan ushlab o'tiribdi. Uchovlon o'zaro gaplashayotganda tashqi olamdan yana bir ko'rinmas va kaltakesaksimon maxluq kelib ularga hujum qiladi. Jang davomida maxluq Sonyani barcha tadqiqotlarini yoqib yuboradi va tasodifan Kanoni ham ozod qiladi. Avstraliyalik yigit maxluqni yuragini sug'urib olib, uni o'ldiradi. Sonyani barcha ma'lumotlari yonib ketgandan keyin u Lord Raiden ibodatxonasini topish kerakligini, lekin uni hali ham qattaligini bilmasligini aytadi. Kano esa yo'lni bilardi, lekin Sonya uni majburlab ushlab o'tirgandan keyin hamkorlik qilishni xohlamasdi. Lekin hamma narsani pul hal qiladi deganda, ular 3 million dollarlik bitim tuzishadi. Albatta, Sonyada buncha pul yo'qligini tushunishga Kanoni aqli yetmasdi. Sonya, Cole va Kano Raiden ibodatxonasini qidirib yo'lga chiqishadi. Ularni Raidenning shogirdlaridan biri Liu Kang kutib oladi. U xuddi Bruce Lee'ga o'xshash jang ustasi bo'lib, faqat olovni boshqara olardi. Liu ularni ibodatxonaga olib boradi va Arkana haqida tushuntiradi. Liu Kang tushuntirishicha, Arkana bu ajdar belgisi bor chempionlar ichida oqadigan maxsus energiya. Aynan shu energiya orqali Sub-Zero muzni, Liu Kang esa olovni boshqara oladi. Qisqa qilib aytganda, bu belgi sizga super qobiliyatni beradi. Ibodatxonada biz Jaxni ham ko'ramiz. Ma'lum bo'lishicha, Liu Kang Jaxni Sub-Zero o'ldirishdan oldin qutqarib qolgan. Ibodatxonadagi odamlar uni qutqarib qolish uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilishadi. Lekin Jax ikkala qo'lidan ham ayrilganini hisobga olsak, ular Jax uchun maxsus kichkina metal qo'llarni taqishadi. Va biz Lord Raidenni o'zini ham ko'ramiz. Raidenning hafsalasi pir bo'lgan, chunki Cole yillar davomida bitta ham jangda yutmagan. Sonyada esa hatto umuman belgi ham yo'q. Kano esa shunchaki egoist inson. Raiden umidsizlanib o'tirgan vaqtda ibodatxonaga tashqi olam jangchilari hujum qiladi. Sub-Zero deyarli Liu Kangni o'ldiradi, lekin uni yaqin do'sti Kung Lao yordamga kelib, uni qutqaradi. Kung Laoning super qobiliyati uni shlyapasini boshqarish edi. U o'zining shlyapasini xuddi Thor o'zini Mjolnirni ishlatgandek ishlata oladi. Aytgancha, Thor va Steve Rogers qasoskorlar qiyomat kunida birlashib, Doktor Doomga qarshi urushidan xabaringiz bormi? Yoki Wanda yana qaytishidanchi? Agar shunga o'xshash yangiliklardan xabardor bo'lishi va bizning ustahlik community-ga qo'shilishni xohlasangiz, Telegram kanalimizga o'ting. U yerda biz barcha kino va seriallarni va ular atrofidagi yangiliklarni muhokama qilamiz. Qo'shimchasiga siz kanalda to'liq o'zbek tiliga tarjima qilingan komikslarni ham topasiz. Kanal silkasini video ostida va kommentariyada qoldiraman. Xullas, Kung Lao ajdodlari qadimda Mortal Kombat turnirida g'alaba qozongan buyuk jangchilardan bo'lgan va Kung Lao o'zi ham yer olamidagi eng kuchli va qimmatli jangchilardan biri hisoblanadi. Chunki u bolaligidan jang qilish uchun tayyorlangan. Raiden o'zini kuchi yordamida ibodatxonaning atrofida himoya qalqonini yaratadi. Bu himoya qalqoni qahramonlarga mashq qilish uchun ozgina bo'lsa ham vaqt beradi. Mashg'ulotlar juda yomon boshlanadi. Cole qo'l jangi bo'yicha yaxshi salohiyat ko'rsatayotgan bo'lsa ham, lekin unda hali ham Arkana ochilmagani uchun Kung Lao'ni osongina yengadi. Kano esa umuman PlayStation o'ynashni endi boshlagan Mortal Kombat o'yinchisiga o'xshardi. Kechki ovqat vaqtida Kung Lao va Liu Kang atilabdan Kanoni jahlini chiqarishadi. Kano shu darajada asabiylashadiki, oxiri uni Arkana kuchi uyg'onadi. U xuddi Supermenga o'xshab ko'zdan lazer chiqara oladigan bo'ladi. Yana bir muvaffaqiyatsiz mashg'ulotlardan keyin Raidenning umidi qolmaydi va Cole'ga qadimgi bashoratni tushuntirib, uni haqiqatan ham Hanzo Hasashining avlodi ekanligini aytadi. Shunga qaramasdan Raiden Cole'ni oilasining oldiga qaytarib yuboradi. Chunki u yutqazilishi aniq bo'lgan urush uchun jang qilish o'rniga oilasi bilan birga bo'lish kerak deb hisoblaydi. Ushbu voqealar bilan parallel ravishda Shang Tsung ibodatxonaga hujum qilish uchun yana ko'proq tashqi olam jangchilarini yig'adi. Ulardan biri, ya'ni Cable ismli jangchi, oldin Kano bilan birga qora bozorda ishlagan. Shuning uchun u Kanoning xarakterini yaxshi bilardi va uni osonlikcha yer olamiga xiyonat qilishga ko'ndiradi. Kano himoya qalqoni generatorini portlatadi va tashqi olam jangchilari hujum qilishiga sharoit yaratib beradi. Shang Tsung esa faqat ibodatxonadagilarga hujum qilishni rejalashtirmagandi. U Cole'ni o'ldirish uchun Gorus
rusumli 4 ta qo'lli maxluqni yuboradi. Cole'ni o'zi va oilasi xavf ostida qoladi. Rafiqasi va qizi halok bo'lish arafasidaligini ko'rgan Cole oxiri o'zini arkana kuchini uyg'otadi. Uni kuchi oltin rangli zirh ko'rinishida bo'ladi. Zirh unga kuchli zarbalarga bardosh berish, energiyani yig'ib dahshatli zarbalar yoki qurollar yaratish imkonini beradi. Cole o'zini arkana kuchini uyg'otib Goronni o'ldirgandan keyin Raiden uni yana ibodatxonaga qaytaradi. Ibodatxonadagi jang yer olami uchun yaxshi ketmayotgan edi. Tartibsizliklar paytida Jack Sonyani qutqarishga urinib, o'zini arkana kuchini uyg'otadi. U endi kuchsiz kichik protez qo'llar o'rniga ulkan kibernetik qo'llarga ega bo'ladi. Raiden qahramonlarni teleport qilib olib ketmoqchi bo'ladi. Shang Tsung esa deyarli Cole'ni ushlab oladi. Ammo Kung Lao o'zini qurbon qilib, Cole va boshqa qahramonlar portal orqali qochib ketishiga imkon yaratadi. Olamlar o'rtasidagi bo'shliqda yer olamidagi guruh yana bir joyga to'planadi. Liu Kang halok bo'lgan yaqin do'sti uchun motam tutadi. Raiden esa Cole'ni yangi kuchdan ta'sirlanib, unga ajdodidan qolgan kunay pichog'ini beradi. Cole esa uni keyinroq ishlatish uchun olib qo'yadi. Shundan keyin ular bo'linganni bo'ri yer degan maqolga amal qilmagan holda bo'linib raqiblarni yengmoqchi bo'lishadi. Raiden teleport orqali har bir jangchini alohida birga bir jangga yuboradi. Faqat ular Sub-Zero'ni oxiriga olib qo'yishadi. Chunki birga birda uni hatto Cole'ni ajdodlari ham yutolmagan. Jangchilar turli joyga tarqalib ketadi. Jax bolg'ali bahaybat Reiko bilan, Sonya Kano bilan, Liu Kang va Cole birgalikda Cable hamda Milennaga qarshi jang qilishadi. Sonya Kanoni juda oson aldab, lazer ko'zini ishdan chiqarib o'ldiradi. Oxiri qahramonlar hamma jangda g'alaba qozonadi. Sonya esa hatto Cole'ga yordam berish uchun yetib kelib, o'zini arkana kuchi yordamida Milennani o'ldiradi. Ammo ular g'alabani nishonlashga ulgurmasdan, Sub-Zero yana Hasashi avlodini yo'q qilish uchun Cole'ni oilasini o'g'irlab ketadi. Cole darhol uni ortidan boradi. Final jang esa Cole'ni sport zalida bo'ladi. Faqat bu safar Sub-Zero butun zalni muzlatib tashagan. Sub-Zero deyarli Cole'ni o'ldirayotgan paytda, Cole Raiden bergan Hasashining kunay pichog'idan foydalanadi va shu onda Hanzoning ruhi yordamga keladi. Hanzo ham o'zini endi yangi nomi bilan tanishtiradi. Ya'ni hammamiz biladigan Scorpion. Shundan keyin Cole, Scorpion va Sub-Zero'ni epik jangi boshlanadi. Cole va Scorpion navbatma-navbat Sub-Zero bilan olishadi. Biri jang qilayotgan paytda boshqasi Cole'ning oilasini qutqarishga harakat qiladi. Oxir-oqibat ular ikkalasi birlashib Sub-Zero'ni charchatishadi. Yakunda Sub-Zero yengiladi va Scorpion uni tiriklayin yoqib yuboradi. Qotilini o'ldirib qasos olgandan keyin Scorpion Cole'ga minnatdorchilik bildiradi va uni ruhi ozod bo'ladi. Oradan ko'p o'tmasdan yer olami jangchilari zalga yetib kelishadi va g'alabani nishonlashayotgan paytda Shang Tsung yana bir marta paydo bo'ladi. U endi oddiy qotillar bilan emas, balki butun boshli armiya bilan qaytishini aytadi. Shundan keyin qahramonlar zalni tartibga keltirib, kelayotgan Mortal Kombat turniri uchun yangi jangchilarni yig'ishga tayyorgarlikni boshlashadi. Yana bir chempionlardan biri Gollivudda ekanligi ma'lum bo'ladi va bu o'sha mashhur Johnny Cage edi. Ushbu rolni Karl Urban ijro etadi. Bu aktyor o'zini Yigitlar serialidagi Billy Butcher obrazi bilan mashhur. Eslatib o'taman, bu video film tahlili emas. Bu Mortal Kombatning birinchi filmining qisqa xulosasi, ya'ni inglizchada recap deb ataladigan kichkina rubrika. Ushbu video sizga ikkinchi filmni ko'rishdan oldin birinchi qismni yana boshidan qayta tomosha qilmasdan barcha muhim voqealarni eslab olishga yordam beradi. Shu bilan bugungi video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va yana kommentariyada o'zingizni eng sevimli qahramonlaringizdan birini yozib qoldiring.